Assalomu alaykum yurtdoshlar, jigarlar. 23-mart Qarshi mashina bozoridan bo'ladi. Videolarimiz aralash bo'ladi jigarlar. Oldimizdan chiqqan mashinalardan bo'ladi. Matizmi, Nexia 3mi, Captia'mi aralash bo'ladi. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Biz videolarimiz kamchilik xato bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Shu Captia'dan boshlaymiz videomizni. Mexanika Captiva. 2013 dedikmi aka? 2012 mexanika. Captiva. Mexanikalar juda serob lekin Captivalarda. Yoqilg'i propanmi deyman? Propan ekan yoqilg'i. 2012 aka. Kraskasi 2.4 motor aka, petno bor bir ikki. Petno bor, mexanika. Yoqilg'i propan ekan-a? Propan 4-paket. Motorlarda, korobkalarda shu yo'qmi aka? Qimmat chihol qo'yilgan, polik qo'yilgan. Qancha yurgan? 200 ming. 200 ming yurgan. Buni naqd pulga necha pul qilib beramiz aka? 125 deyapman, kelishamiz. 120 savdosi bor. 110 tekis beraman desa beramizmi? Yo'q. Undan baland bitta. Telefon raqamingiz 99lik 102 81 97. Dokument omonmi yo'q? Yo'q, muammo. Bo'ldi aka, savdoyingiz biz. Qayerga mashinasi? G'uzordik. Jigar Cobalt puliga Captiva mexanika akamiz aytayapti. 110 so'radik, 10 dan olsa beramiz deyapti. Kraskasi petnosi bor. O'dari yo'q deyapti. Tayyor, parapani bor, balonlari yangi. Cobalt puliga. Zo'r narxli Cobalt puliga. Aka savdoyingiz bersin. Sizlardanmi aka Matiz? Yili 2017 Matiz. Razonlari. Benzin ekan aka? Benzin. Gaz quyilmagan bor. Bu tomon holatlari. Lasetni ko'p so'raganlar bor. Lasetni lekin bozorda ko'rmayapman. Lasetni juda kam chiqyapti bozorga. Nimagadir? Yurgani 174 ming yurgan. ...2017'de kraskasini necha foiz deymiz? Kraskasi yo'qmi? Kraskasi radnoy. Naqd pulga necha pul beramiz aka? Sotilishini ayting faqat, aytilishini emas. Sotilishini. Sotilishi 60. 60 balandda. Ha endi baland bo'lsa ham 50 tiks qilaylik. yo'q. 50 million tiks. Yo'q, 50 ga. Bugun sotilar lekin. 55 ko'rgan bu. Ko'rganmi? Ha. Qayer mashinasi? Kasbi rayon. Kasbini. Yili 2017. 17. 174 ming yurgan. 174 ming yurgan. Ha. Kraska radnoy. Radno. Benzinda. Benzinga. Telefon raqamingiz? Telefon 4'dan 1'lik 466 92 27. Bo'ldi aka, savdoyingiz bersin. Ha. Jigar 55 ga bermam deyapti, olsa beramiz. 2017'de. Shumi aka? Yili 98. Nexia 98 pul yengilidan. Sons. Metani bor ekan. 100 taga metan bor. ...98. Endi bular chiqqaniga pashti 20 yil bo'ldi. Buni kraskani so'ramaymiz. Suyagi butunmi? Kraskasi 3-qo'l menga. Suyagi butun. Suyagi butunmi? Javob. Qayer mashinasi? Dehqonov. Motorida, korobkasi ishi yo'qmi? Korobka 1.6 qo'ygan, motori ishi yo'q. Ishi yo'q. Buni naqd pulini necha pulga beramiz aka? 38 deyapmiz, 36 qilib beramiz.
Shuni 36 ham qilmaylik, tekis 30 ga bo'lsak zarar qilasizmi? To'g'ri kelmaydi. 30 ga ko'rdi, bermadi. Telefon raqamingiz? 99lik 041 53 03. Bo'ldi aka. Dokumentim yo'qmi? Yo'q, muammo yo'q. Yil nechi aka? 99. 99 akamiz arzon beraman deyapti. Nexia 1. Sons. Metani bor aka. Endi bu Mashrab Auto Uz. Obuna bo'lib qo'ying. Mashrab Auto Uz yozing chiqar YouTube'da. YouTube, Instagram. Endi bizlar qurishga olib keldik mana. Obuna bo'lib qo'ying, arzon mashina qo'yamiz. 99. 99. Korobkasida, motorda ishi yo'qmi? Tarafbar motor zo'r. Zo'rmi? Ideal. Necha pul beramiz? Buni 20 dan olsa beramiz. 20 ni o'sib beramiz. Telefon raqamingiz? 97lik 219 97. Qayerda mashinasi? Bu Ko'kdala. Qo'ydilar mashinasi. Savdoyingiz bersin. Akamiz aytyapti, 20 milliondan ostida beraman deyapti. Bemalol telefon qilaverasiz. 99-yil. Aka hormang, assalomu alaykum. Yil nechi aka? 10. 2010 Matiz. Nega rangi chiroyli ekan Matizning? Banklar qutuga chiqarishdi. Tarapami, metami? Metani bor ekan. Motor holatlar. Motorlar yog' yemaydimi boshliq? Motor qilingiz. Qilingani? Rangi ham chiroyli ekan lekin. Zavodskiy rang. Ustidan razonlari. Bir tekstur. Orqada razonlari. Alan holatlari va ichki holatlar. Ichki holatlari. Kuyib qolmagan. Akamiz koja sidinglar taqib qo'ygan. Aka 2010 metani bor. Kraska. Kraska bor. Chaqa chiqasiz. Necha foiz deymiz endi? Mana 20-30% deysiz. 20-30%. Buni naqd pulini necha pul qilib beramiz aka? 39 deb turibmiz, kelishamiz. 39 savdosi bor. 30 tekis qilib beramizmi? Naqd pulga. 30 Bozorni ko'ryapsiz, savdo tashlab bergan. Telefon qilaverishimizni? Qayerga mashinasi? Chiroqchi. Chiroqchi mashinasi. Telefon raqamingiz? 94lik 734 0123. Bo'ldi aka, telefon qilishadi. Akamiz aytyapti, telefon qilaversin, kelishib qilib beraman deyapti, chiroqchi mashinasi. Dokumentda muammo yo'q deyapti. Yo'q, motorlar yog' yemaydi deyapti, korobkasi ishi yo'q deyapti. Lekin rangi zo'r ekan. Aka savdoyingiz bersin. Necha ekan boshliq yili? Assalomu alaykum. 2020 mexanika. 2020 mexanika Cobalt. Orqa holatlari. Metani bor ekan. Jigar biz zapaska o'rnini ko'rib o'tmaymiz, videomiz cho'zilib ketadi jigar. Sigirlar yaxshi turibdilik. Tanlov kuroslar bormi yo'qmi? 177 ming yurgan ekan. Sidinkilar yaxshi turib cho'kmagan lekin yaxshi turibdi. Metani bor ekan. Motor holatlari, metan bor, aviz bor, kondisioner bor, hammasi bor. 2020 assalomu alaykum. 2020 77 ming yurgan. 77 ming yurgan. Kraska. Kraska radnoy. Naqd pulga necha pul qilib beramiz aka? Naqd pulga shu 126 million so'm beramiz. Shu dumini yo'q qilsak bo'lmaymi? 20 tekis qilsak bo'lmaymi? Yo'q aka, 20. To'g'ri kelmaydi. Telefon raqamingiz? 25 ga so'rabdi. So'rabdim. 26. Ya, mashina yaxshi mashina ekan. Telefon raqamingiz? 72 ming yurgan. 50lik kodi 728 82 42. Bo'ldi aka, telefon qilishadi. Jigar 77 ming yurgan 2020 mexanika
Mashina lekin tiniq turibdi. Akamiz aytyapti. Kelishda qilib beraman deyapti. Bemalol turib qilamiz. Savdoyingiz buyursin aka. Mayli. Bizga yili pastroq kobaltlar kerak. Yurtdoshlarimiz minadigan yili pastroq 13-14 larda, pul yengillarda. Bormi ekan pul yengil kobaltlarda? Pul yengil kobaltlardan bormi? Lasit so'raguvchilar ko'p, lasit yo'q deb bozorda. Qani, yil nechi? Necha yil aka? Yuringchi? Shumi? 2015 ha? 2015 Moker asfalt. Kansaner bor ekan, metan bor ekan, qo'ltiq holatlari yaxshi. Motor yog' yegmaydimi boshliq? Ochilmagan ha? Razonlari ham bo'lmas lekin. Baland holatlari, ichki holatlari mana shu tomondanmi? Ular bormi? Krasiv qo'yibdi. Sidinkilar yaxshi cho'kmagan. Metani bor ekan. ...2015 2 kurak yurgan. 2 kun yurgan. Lux konsamer, metan, Metan. motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Hadovoy motori zo'r. Zo'r. Kraska. Kraska bor, kapot kriloda bor. Mana eshiklarni 4 ta eshigi burchak-burchagida gullagan. Gullagan sepilgan. Qayergi mashinasi? Old orqa butun. O'zi Qarshi shaharda olingan, o'zi Xorazm nomerda 90 raqamda. Aha. Dokument muammo yo'q. Ya dokumentlar Nechta qilamiz naqd pulga? Naqd pulga bozor bo'yicha Luboy Qarshini bozori so'rasin 55 million tekis pisa deyraman. 55 million. Neyman deganim. 2015 ha? Zo'r. 75 million. 55 ga zo'r. Bizda pul kerak, 55 ga sotamiz. zo'r. Bo'ldi. 75 million desam ham bo'laveradi qizim. 55 ga zo'r lekin. 55 millionga tekis naqd bo'lsa Beyoramiz. Telefon raqamingiz 97 556 51 51. bo'ldi aka. Endi bunisi oqa ham 2015. 2015. Motor ochilmagan, 168 ming yurgan halol, o'zining probeg ikkalasi ham. Aha. Bu ikkalasi ham stenkada yotgan mashina. Yotgan mashina. Metani bor, bu prosto Gidrolika prosto. 1.6 bu ham. Motor hadovoy hamma joyi zo'r. Kraskasi kapot ichida bor, oldi orqa butun, u kriloda bor. Buni ham 4 ta eshigida gullagan joyligi uchun sepilgan. Sepilgan. Aha. Buni shu beramiz. Ikkalasini puli bir xil. Bir xil 55 million. Yana bu telefon raqamingizni qoldiring. 97 556 51 51. Bo'ldi aka. Qayergi mashinasi edi? Bu 40 nomerda ikkalasi Qarshi. Dokument muammo yo'q, metan bor. Akamiz lekin zo'r. 55 million so'm beraman deyapti, lekin ikkalasining ham puli yengil. Ikkalasi ham zo'r mashinadan. Razonlari, balonlari, mana ichki holatlari. Shumka qilingan. 55 million bo'lsa berib olaman deyapti. Mokirini ham oqdi ham. Psixolog qilingan. Kraska bor. Endi 30% chiqishi mumkin. Qanchada? Ikkalasi Alo. 60 million. Savdoyingiz buyursin aka. Jigarlar, biz videomizni shu yerda yakunladik. Agar videomizda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Jigar bitta like bosib qo'yasiz, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ying.